Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim. Mana kecha telefon ko'rib o'tirib, kommentariyga ko'zim tushib qoldi. O'shanga yil mashinasi yangi ekan, yili 25 ekan. O'shanga deydi, issiqlik deydi, kechqurun yursam, svetga yaqin yursam deydi, archaga chiqib deydi, archadan o'tib archaga chiqib mashina qilib orcha qizib ketyapti deb kommentariya yozgan ekan. O'shanga endi hozir buni qizib ketish sabablarini aytaman sizga. Endi birinchi o'rinda men aytgan joyni tekshirasiz. O'sha motor qiziganda nimaga gaz reduktoriga kelgan ikkita shlangi bor. O'sha shlangini qo'lingizda ushlab ko'ring. Agar qo'lingizda ushlab ko'rsangiz, agarda muzday bo'ladigan bo'lsa, demak ayb shu yerda suv obroti bo'lmayapti. Bo'lmaganligi o'ziga mashina qizib ketyapti. Uni tiqilib qolganligi o'ziga. Agarda u ham issiq bo'ladigan bo'lsa, demak suv obrot bo'lyapti. Undan bos bo'ladi. Undan keyin Damas'da doimiy yuradigan bo'lsangiz, Damas'larda shunaqa odati bor. O'sha pastdagi suvni kiranligini, antifriz kiranligini doimiy yozda ham, qishda ham ochib qo'yib yurish kerak. Agarda yozda bek yuradigan bo'lsa, mashina erta kunda qizib, archadan o'tib ketaveradi. O'shani oldini olish uchun o'sha doim kranni ochib qo'ysangiz, ammo oyog'ingizga ancha-muncha issiqlik urib yuradi. O'shanisiga chidaysiz ammo. Shunda motor normal issiqlikda yuradi. Endi yana bittasi haqiqatdan ham kechqurun svetni yoqqaningizda shuni issiqlik ko'tarilib ketgan bo'lsa, bilingki, nima chataq, massa chataq. Massani to'g'rilash kerak. O'sha massa kamlik qilyapti. Svetni yoqqaningizda massa kamlik qilib turib, issiqlikni ko'tarib yuboryapti. U yerda mashinangizni motorda o'zini issiqligi emas, datchikda aybi. Datchik o'zi ko'tarilib ketib qolyapti. Siz datchikni ham almashtirdim deyapsiz. O'sha massani hozir qo'shimcha akkumulyatorlarda klemasi bor. O'shandan do'kondan bitta yangi olib turib, motor bilan ramaga qo'shimcha massa qatirib qo'ying. Massa qatirib qo'ysangiz, o'sha issiqlik ko'tarilib ketmaydi. Hozir meni fikrim shu, massadan bo'lyapti. Chunki o'z-o'zidan bilinib turibdi-ku, nimani svetni yoqqaningizda, chiroqni yoqqaningizda ko'tarilyapti. Demak, massa chataq. Massani kuchi yetmayapti. O'shanchaga qo'shimcha massa berib qo'ying. Massa berib qo'ysangiz, issiqlik ortiqcha ko'tarilib ketmaydi. Shu meni fikrim shu, mashinadan kelib chiqyapti hozir uka. Mayli obunachilarim, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hozir kommentariyaga tushib qolib, ko'zim tushib qolib, shuni javob berib qo'yay. Ben sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Asli mashinalaring buzilmasin. Hammalaringga katta rahmat. Sog' bo'linglar.